kecha sumalak bo'ldi. O'sha yerda o'tirganimda bitta Home Life kompaniyani mahsulotini ko'pchilik olib ichayotganini, ozayotganini, kollagen ichib ajinlarni ketkazayotganini, bir-biriga maqtayotganini eshitdim. O'shandan keyin aytdimki, men ham qizlarimga tavsiya bersam bo'lar ekan dedim. Qaranglar, Home Life kompaniyasi birinchi o'rinda qaranglar, sizlar yosh ko'rinishni xohlaysizlar, chiroyli bo'lishni xohlaysizlar, kollageningiz zo'r bo'lishini xohlaysizlar, ozishni xohlaysizlar, yo semirishni xohlaysizlar, ish qilib sog'lom bo'lishni, farzandingizga sog'lom narsalar berishni xohlaysizlar, to'g'rimi? O'sha orqali ham sizlar mahsulotni olib, ham daromad qilishinglar mumkin. Sizlarga mana men bitta otsiflar qo'yaman. Hozir keyingi storiyamda, bunda emas, keyingi storiyamda qo'yaman. Yaxshilab eshitib turinglar. Bu yerda mana ozgan haqiqatdan rasmni qoldiraman dopostisini. Bundan har 15-chislada oyliginglar bo'ladi. Keyingi storiyamda mana shu yerda ishlayotgan qizlarimizning 5 kunlik oyligini qo'yaman. Mashina $5000 pul, undan tashqari chetga sayohat hamma narsa yutib olishinglar mumkin. Sizlar eng birinchilardan bo'lishinglar mumkin. 100% ishonchli qonuniy kompaniya.